ilm va bilim haqida 20 ta nasihat. Ilm insonning eng katta boyligidir. Mol-dunyo yo'qolishi mumkin, ammo haqiqiy bilim inson bilan umrbod qoladi va har qanday vaziyatda unga yo'l ko'rsatadi. Kitob o'qishni kundalik odatga aylantiring. Har bir o'qilgan kitob sizga yangi fikr, yangi dunyoqarash va yangi imkoniyatlarni ochib beradi. O'rganishni hech qachon to'xtatmang. Hayot doimo o'zgarib turadi. Bilimli inson esa har qanday o'zgarishga tez moslasha oladi. Dono insonlar bilan suhbat quring. Ularning hayot tajribasi va maslahatlari siz yillar davomida topolmaydigan saboqlarni qisqa vaqt ichida o'rgatishi mumkin. Ilm insonni yuksaltiradi. Bilimli inson qayerda bo'lmasin, o'z mehnati va aqli bilan hurmat qozonadi. Bilim olish uchun yoshning ahamiyati yo'q. Kimki umrining oxirigacha o'rganishdan to'xtamasa, u doimo rivojlanib boradi. Savol berishdan uyalmang. Savol bergan inson o'rganadi, o'rgangan inson esa rivojlanadi. Internetdan faqat vaqt o'tkazish uchun emas, balki yangi bilim va malaka orttirish uchun ham foydalaning. Har bir kunni o'zingizni rivojlantirishga bag'ishlang. Ilmga sarflangan vaqt hech qachon bekor ketmaydi. Bugun olgan bilimingiz ertaga sizga katta imkoniyat eshiklarini ochishi mumkin. Kitoblar eng sodiq ustozdir. Ular sizga hech narsa talab qilmasdan hayotning eng muhim saboqlarini o'rgatadi. Bilimli inson qarorlarni hissiyot bilan emas, aql va tahlil bilan qabul qiladi. Shuning uchun ilm insonni xatolardan saqlaydi. Ilmni faqat yig'mang, uni amalda qo'llang. Amal qilinmagan bilim vaqt o'tishi bilan qadrini yo'qotadi. O'z sohangizda eng yaxshi bo'lish uchun har kuni oz bo'lsa ham yangi narsa o'rganing. Kichik qadamlar katta natijalarga olib keladi. Hayotda katta yutuqlarga erishgan insonlarning umumiy xususiyati ularning o'qish va o'rganishni hech qachon to'xtatmaganidir. Ilm insonga nafaqat kasb, balki to'g'ri fikrlash, to'g'ri qaror qabul qilish va hayotni anglash qobiliyatini ham beradi. Vaqtingizni behuda narsalarga emas, bilimingizni oshirishga sarflang. Yo'qotilgan vaqt qaytmaydi, ammo unumli o'tkazilgan vaqt kelajakni o'zgartiradi. Dono insonlarning nasihatlarini diqqat bilan tinglang. Ularning har bir so'zi hayotning ko'p yillik tajribasidan o'tgan xulosadir. Ilm insonning qalbini ham, aqlini ham boyitadi. Bilimli inson atrofidagilarga ham foyda keltirishga intiladi. Har bir kitobni, har bir ustozni va har bir saboqni qadrlang. Ba'zan bitta to'g'ri fikr insonning butun hayotini o'zgartirishi mumkin. Ilm olishni hayotingizning eng muhim maqsadlaridan biriga aylantiring. Chunki bilimli insonning imkoniyatlari ham, kelajagi ham keng bo'ladi.